Assalomu alaykum, Gold Clinker kuzatib boruvchilari. Navbatdagi ob'yomdagi yuklarimiz xudo xolasa chiqib ketish jarayonida. Qoliplarimiz mana ko'rib turibsizlar, bular 3D dan barchasidan qilib turib komplekt holatda qilib, so'qillardan, shurshaviy so'qillardan hammasidan qilib turib komplekt kvadrat 50 kvadrat ob'yomdagi mahsulotlarimiz chiqib ketyapti. Sizlar ham korxonamizga kelib, xuddi shunday 50 dan oshiq fasollarni qoliplarini olib, o'zingizlarni viloyatingizlarda, o'zingizlarni respublikalarda ishlab chiqarsanglar bo'ladi. Bemalol korxonamizga kelaverasizlar. Hozir xuddi shunday qoliplardan qanday mahsulotlar chiqishligini ko'rsatib o'taman. Bu mijozimiz Canyon Sokoldan ham tanlagan, 4 tasi kattalik. Xudo xolasa bemalol korxonamizga kelaverasizlar. Hozir bundan chiqqan mahsulotlarni ko'rsatib o'tamiz. Turgan qoliplardan xuddi shunday mahsulotlar chiqadi. Bu klinkerimiz hozirgi mijozga jo'natayotgan 3D, mana hozirgi kunda eng trendda kelayotgan bu yerdagi mana yangilik fasollar, Kanagovskiy, Montana barchasidan qilib turib o'zingizlar ham ishlab chiqarsanglar bo'ladi. Bizning manzil Andijon eski Jahon bozori, mebel bozorining oldi. Gold Clinker korxonasi. Xudo xolasa bemalol kelaverasizlar. Sizlarni korxonamizda kutib qolamiz.